Qizli uyimda bir kun vlog. Ertalab Amirani ko'tarib olib, Oqay olib keldik. Hovlida yashagan odam hamma narsa qila oladi deb o'ylayman. Kichkinaligimdan buvim bilan katta bo'lganman. Luboy ishni o'rgatganlik, luboy ishni qilib ketganmiz. Gullarni ekishdan boshlab uylarni remont qilishgacha. Paka adam tashqarini remont qilyapti, men bilan ukam ichkarini remont qilishni boshladi. Ukam bozorga borib kelguncha men o'sha bir tomondan oqayladim. Lekin kelishi bilan yo'q, unaqa bo'lmaydi. Yaxshilab dushi bo'yash kerak. Adel deb urishib berdi meni. Nimamush tepadagi truba qolib ketgan. Davay men bo'yayman, sen esa hamma joylarni tozalab berasan deb kelishib oldik. Oldinlari bir o'zim bo'yardim, hozir esa ukam katta bo'lib qolgan. Bir tomondan shunaqa xursand bo'ldim, ikkinchi tomondan juda ham ezma ekan. O'zim bu xonani 100 martalab bo'yab chiqsam, ukam bilan bir kun bo'yadik bitta xonani. Shunaqa qilib oshxonani oppoqqina tozagina bo'lsin deb onam uchun bo'yab chiqdik. Rezultati bizga juda ham yoqdi. Prosmotr uchun hammaga rahmat. 10 tomondagi serdechkani bosib yuborsanglar, juda ham xursand bo'lardim.